Instagram kanalimizga har xil savollar kelyapti. Faktiski eksperimentlar o'tkazinglar va mahsulotni sifatini ko'rsatinglar degan savollarga javob bugun. Hozir bu yerda mahsulotlarimizni, bizda bor mahsulotlar pena beton, pena polistirobeton, bundan boshqa o'zimizning proporsionalniy mahsulotlar bor va bizda hozirlanayapti pena beton deb gipsobetonni sotayotgan mahsulotimiz. Bu aslida o'zi gipsobeton, lekin pena beton deb sotishyapti. Shu mahsulotlarimizni hozir eksperiment qilib ko'rsatamiz. O'tda va suvda qanaqa ahvolga tushadi. Gipsobeton mahsulotimiz, bu mahsulotimiz yonmasligini ko'ryapmiz. Mahsulot yonuvchan emas, yaxshi, effekti yaxshi hozircha. Teploprovodniy ham hozircha yaxshi. Bu mahsulotimizni, lekin bu o'ziga bir vaqtning o'zida namni juda tez tortib, tez chiqaradigan mahsulot hisoblanadi. Endi bu ikkinchi mahsulotimizni pena polistirobetonimizga yoqamiz. Issiq o'tkazish yo boshqa narsa yo'q. Mahsulotlarimizni o'tda yoqib ko'rdik. Ikisi ham yaxshi yonuvchan mahsulot emas, lekin ozgina teploprovodniy o'tkazuvchanligi bor. Gipsobetonimiz sal plotli bo'lgani uchun o'zidan o'tkazuvchanlik sal ko'proq bo'ladi. Endi mahsulotlarimizni suvda tekshirib ko'ramiz. Mahsulotlarimiz 5-10 daqiqa suv ichida turdi. Hozir bularni ahvolini ko'ramiz. Ko'ramsiz mahsulotlar o'ziga suvni qanaqa tortgan. Suvda erishib boshlaganlar. Qo'limda hozir erib loy bo'lib ketyapti. Bu mahsulotimiz ichki uylarning ichiga ishlatishga yaxshi, lekin tomga va fasad qismiga umuman bo'lmaydi. Bu mahsulotimizda GOSTga olinmagan va sertifikat berilmagan mahsulotlardan biri. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Bu mana ikkinchi mahsulotimiz. Ikkinchi mahsulotimiz pena polistirobeton. Mana hech qanaqa nima yo'q. Mana bosaman, hech qanaqa suv chiqmayapti. Katta borsam yedilish bor. Hech qanaqa suv yo'q. Teplizolyatsiya mahsulotlari deb hisoblanadigan narsa mana sertifikati bor, boshqasi bor, hamma narsa hujjatlari bor. Pena beton, pena polistirobeton mahsulotlari. Ehtiyot bo'linglar, gipsobetonni. Buni gipsobetonni pena beton deb sotishyapti mahalliy ishlab chiqaruvchilar.